Kishi 30dan oshgandan keyin jiq xo'shalliqqa qolmaydi ekan. İşten düştüm. Ürümçi Demir Fınsı Keptik'e bir görüşüp hikayesini alıp geleyim. Xo'shallig'im ne olay? Kayça bu Hıcı bu kayça sen bir gelmiş et kuraptı. Bu og'ayni bir sirtda izchil ishlab, uyga bir yilda bir qatim aran ketalar ekan. Eşim o. Eşim bana pandang oğlan yaxşı salamat. Yaxşı. Xo'shallik. Erlarning sirtda ishlashi haqiqatan oson emas. Har kuni sayr turib, kash yetib, bir vaqt yaxshi tomoq yeyolmay yoki yaxshi uxlay olmay ancha ko'p emas. Maash uchun tirishadi. Lekin ular og'rinmaydi. Chunki uydagi xotin bolalarini beqishi kerak. Ota-onasi ularning uyga kirishini saqlab turdi. Ular o'z qo'li bilan oilasiga bir parcha kun ato qilyapti. Sirtda ishlash undoq oson emas. Erlar sirtda yolg'izlik, g'arg'inlik va besimga yolg'iz bardoshlik berishi kerak. Ular jafo mashaqqatdan yerib charchashdan qo'rqmaydi. Oilasilardan yaxshi o'talmasligidan ansiraydi. Har bir qatim telefonda hol so'rash ularning bardoshlik berishdagi bir kuch edi. Bilen kepsiz. Hoşçakalın doğrusu. Buradan tanıştık. İleride çok net tanışıp bir gün görüşürüz. Kalan yapmamızı hoşuna çıktı. Hoşçakalın doğrusu. Hoşça. Sirtda ishlayotgan erlar xuddi parvoz qilayotgan bir kutga o'xshaydi. Bepoyon osmonda o'zining orzusini izlayotgandek. Ular jafo mashaqqatdan, bo'ron chopqinni qo'rqmaydi. Jasorati va irodasi bilan o'zining mas'uliyatini ado qildi. Ularning hikoyasi bir kurash qilish hikoyasi. Sirtda tirishayotgan erlarga bir qadah tutaylik. Hoşçakalın doğrusu. Yana xo'shallik bir ko'tdi. At ishdan tushgan görüşeyle.